Bugun qo'llarimni o'ynatib, pelmen qildim, birgalikda pishirib yeb ko'ramiz. Bizda pelmen deyiladi, Xorazmda barak deb aytilar ekan bu taom. Hamma viloyatlarda, har joyda har xil aytilar ekan, bilmayman, bizlarda lekin pelmen deb aytiladi. Mazasi qanday chiqdi, bilmayman. Och qolganimdan tez tayyorladim. Yopishib qolibdi bir-biriga. Suvlik pishiribmanmi, suvlik bo'kib qo'yibmanmi, nima bilmayman. Chuchvaram tayyor bo'ldi. Mana pelmen deyiladi bizlarda. Ro'mol bilan atlas ko'ylagiga yarashaniga qaranglar, rostdan ham yarashibdi. Xullas, tayyor bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu xamirchalar ko'ryapsizlar, mana bu bizlarda qayish deb aytiladi. O'zini pishirib yeyiladi o'zi. Men lekin pelmen bilan, ya'ni chuchvara bilan qo'shib yeyishni ham yaxshi ko'raman. Mana qayish deyiladi. Qozoqlar besh barmoq ovqatiga ham o'xshab ketadi, lekin ularnikidan ozgina farq etadi bizning qayish ovqatimiz. Bugun bo'lsa chuchvaram tayyor bo'ldi mana. Pelmenimiz tayyor. O'zim pishirgan ovqatni o'zim maqtab yeyman. Boshqa hech kim yo'q-da uyda o'zimdan boshqa.